baxtli, saodatli hayot kechirish orzusi bilan yashaydi. Ana o'sha baxtga, saodatga erishishni yo'li qani? Inson qanday yashasa baxtga, saodatga erishishni 100% kafolatini oladi. Mana shu savol insoniyatni juda qadimdan qiziqtirib kelgan va mana shu savolga javob axtarib insoniyat juda ko'p uringan. Ana o'sha savolni javobini musulmon ulamolarimiz insoniyatga taqdim qilganlar va bularni boshida ahli sunna va jamoa musulmonlari aqidasini musahhihi, hidoyat imomi nomini olgan buyuk bobomiz Abu Mansur al-Maturidi rahmatullohi alayhi turadilar. U kishi baxtga, saodatga erishish uchun insonda ma'rifat bo'lishi kerak degan ma'rifat nazariyasini olamga tatbiq qilganlar. Ma'rifat nima? Ma'rifat mustahkam, uncha buncha narsaga o'zgarmaydigan ilmdir. Ilm o'zi arab tilida ta'rifida aytiladiki, idroku shay'i kama huwa fil voqi'. Narsani voqelikda qanday bo'lsa shunday idrok qilish ilmdir. Ana o'sha ilm rivojlanib, mustahkamlanib, kuchli bir aqidaga aylanib, uncha muncha ta'sir bilan ta'sirlanmaydigan, doimiy, sobit turadigan ilmga aylansa buni ma'rifat deyiladi. Ana shu ma'rifat insonni o'zini hayot mamotidagi baxti, saodatiga xizmat qiladigan omilga aylanadi. Insonni bu dunyoda turishi, bu dunyoda yaxshi yashab borishi, baxtli, saodatli bo'lishi, yomonlikdan chetlashi, yaxshilikni o'ziga jalb qilishi va oxir oqibat oxiratni ham baxti, saodatiga erishishi uchun ushbu ma'rifat kerak bo'ladi. Ma'rifat bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Bu insonni umriga bog'liqdir. Inson bolasi onasidan tug'ilganda o'zi bilan qo'shib yaratilgan his, tuyg'ular ma'rifati bilan tug'iladi. Ya'ni tug'ilishi bilan yig'laydi. Uni birov o'rgatmagan. Alloh taolo o'ziga uni qo'shib yaratib qo'ygan. Yig'lab o'zini borligini e'lon qiladi. Onasi demak ko'kragini tutsa yaxshilab emadi. Uni birov o'rgatgani yo'q, o'rgata olmaydi ham. Bu ham ma'rifat. Ana shu emishi bilan, nafas olishi bilan, chiqindisini chiqarishi bilan o'zi bu dunyoda qolishi ta'minlanadi. Ya'ni o'sha go'daklik, chaqaloqlik vaqtidagi saodatini shu bilan topadi. Alloh unga shu ma'rifatni birinchi qismini berib qo'ygan. Tug'ilsa yig'laydigan, och qolsa yig'laydigan, va boshqa hayotni dastlabki bosqichida shu hayotda qolishi, o'zini ehtiyojini qondirishiga yetarli narsani bergan. Bu endi o'sha birinchi bosqichdagi gap. Endi bola katta bo'lib, ko'zi ochilib narsalarni ko'rishni boshlaydi, qulog'i eshitadi, burni hid biladi, og'zi ta'm biladi, qo'li bilan ushlash bo'ladi. Mana bu his qilish a'zolari bilan ma'rifati endi ziyoda bo'ladi. Ko'z bilan ko'p narsalarni ko'radi, shakllarni yodiga oladi, ranglarni yodiga oladi. Hamma narsani demak ko'z bilan ko'rib ma'rifati bor. Quloq bilan ovozlardan ma'rifat oladi, burni bilan hid to'g'risida ma'rifat oladi, og'zi bilan ta'm to'g'risida ma'rifat oladi, qo'li bilan ushoq, qattiq, yumshoq boshqalarni farqlaydi. Bularning hammasi ma'rifat. Shu farqlagani asosida u nima ish ko'radi. Ko'zi bilan demak bir o'ziga xavf xatar kelayotgan bo'lsa ko'rib turib qochadi. Yoki yaxshi ko'rgan narsani ko'rinib qolsa borib oladi. Ana baxtiga, saodatiga buni his qilish a'zolari xizmat qiladi. Lekin bular ham chegaralangan. Ko'z ma'lum miqdordagi uzoqlikdagi narsani ko'radi va ma'lum kichiklikdagi narsani ko'radi. Undan uzoqini ko'ra olmaydi, kichigini ko'ra olmaydi. Quloq ham shu, burun ham shu, og'iz ham shu, qo'l ham shu. Chegaralangan. Endi bularning nuqsonini to'ldirish uchun nima qilish kerak? Ana shuning uchun Alloh taolo insonga aql degan buyuk ne'matni bergan. Aqli bilan inson endi ko'zi, qulog'i, burni, og'zi, qo'li yo'l qo'yayotgan xatolarni to'g'rilaydi,
ular bilmayotgan narsalarni biladi. Sahroda sarob ko'ziga suv bo'lib ko'rinsa, ko'zi aldayapti uni. Yugurgisi keladi, lekin aqli aytadi, to'xta, sen sahrodasan. Sahroda sarob suv bo'lib ko'rinadi. Yugursang halok bo'lib o'lasan, jim tur shu yerda, deydi. Va qulog'idagi ovozlardan ham adashishi mumkin. Hammasini aql to'g'rilaydi. Aql to'g'rilab, demak, ana shu insonni o'ziga foyda jalb qilishi, o'zidan zararni daf qilishiga katta xizmat qiladi. Bu esa o'sha saodati uchun, insonni baxti uchun, yaxshiligi uchun xizmat hisoblanadi. Ana aql buyuk bir ne'mat. Alloh faqat inson zotiga bergan xolos. Boshqa hayvonotlarda aql yo'q, miya bor. Insonda miya bo'lgan sangari boshqa hayvonotlarda, masalan, eng katta miyalar filda bo'ladi, kitda bo'ladi, lekin aql yo'q. Demak, gap miyada emas ekan, aqlda ekan. Ana shu aqli bilan inson o'sha kitni ham ushlaydi, filni ham o'ynatadi, arslonni ham, yo'lbarsni ham, hammasini ishga solib o'zini manfaatiga ishlatadi. Ana shundan ko'pchilik xalqlar xulosa qilib chiqarib aytadiki, inson baxtga, saodatga erishishi uchun aql bo'lishi kerak. Mana shu aql eng buyuk manba hisoblanadi. Bundan boshqa narsa yo'q. Mana biz aqlimizni ishlatib oyga chiqdik, Marsga chiqmoqchimiz. Uni qildik, buni qildik, insonning hayotini yaxshilash uchun ixtirolar qildik. Hamma yo'qni to'ldirib tashladik. Samolyotlar qildik, poyezdlar qildik, kemalar qildik, kompyuter qildik. Mana hammasi nimaga? Insonni yo'lini qisqa qilishga, og'irini yengil qilishga, unga rohat bag'ishlashga, mashaqqatdan chetlashga xizmat qilyapti. Ana aqlga sajda qilinglar, aqlni ulug'laylar. Aql insonni inson qilgan, taraqqiyotga erishgan narsadir deb hozir hammasi bir ovozdan nima chaqiriqlar bilan chiqishyapti. Lekin musulmon ulamolar hammalari, xususan Abu Mansur al-Maturidi rahmatullohi alayhi, yo'q, to'xtalaring. Insonni hamma tarafi chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangan. Aqli ham chegaralangan. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Undan keyin aql bilan aqlning farqi bor. Bir jamoada 1000 ta odam tursa, bitta gapni aytsangiz, hammasi men to'g'ri tushunyapman deydi-yu, boshqacha bo'ladi bir-biridan. İnsaniyat hozir mana necha 206 ta davlat bor butun dunyoda. Har bir davlat dunyodagi eng yaxshi davlat menman deydi. Bizga hozir bizga qo'yib bersa, biz ham shunaqa deymiz. Demak, aql aqldan farq qilar ekan. Undan keyin eng ajoyibi, eng afsuslanarlisi insonning aqli xatoga yo'l qo'yadi. Hozir dunyoda zararli narsalarni hamma biladi, lekin qilaveradi. Mast qiluvchi ichimliklar insonning sog'ligiga, iqtisodiga, jamiyatiga, miyasiga, o'pkasiga, yuragiga, jigariga zararligini hamma biladi, lekin chiqaraveradi. Musobaqa o'tkazishadi, har yili oltin medal beradi yaxshi chiqarganiga, ko'p sotilganiga. Ana insonning aqli nimaga olib boryapti? O'ziga qo'yib qo'ysa. Mana g'arbda hozir nima bo'ldi? Bir jinsli nikoh degan narsani o'ylab chiqishdi. Erkak erkakka uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Ilgari kuni Britaniyaning parlamenti shu qonunni chiqardi. Avval boshqalari chiqargan. İnsanlar dod voy deyapti, birov quloq solmaydi. Erkak erkakka uylanyapti, bir-birini quchoqlab rasmga tushyapti, televizorga olib boryapti, gazetaga chiqaryapti, maqtanishyapti. Biz inson huquqlarini yuqori cho'qqisiga chiqdik deyapti. Xotin bilan shunaqa ish qilyapti. Endi ikkita erkak zaksdan o'tib, nikohdan o'tib, eri xotin bo'lgan, bola boqamiz deyapti endi. Bola boqamiz deydi. Ota-onasi yo'q bolalarni olamiz. Bu ota-onalik hissini tug'ilgan, hali vijdoni bor dod deyapti ular. Sani qaysi biringni ona deydi bola, bechara. Ikkita ayol bo'lib olib, bitta bolani boqsang, qaysi biringni ota deydi. Bolani kichkinaligidan rasvo qilishasan u, deyishyapti. Yo'q, bo'laveradi deyapti bular. Ana insonni aqlini o'ziga qo'yib qo'ysa, qayerga boradi? Shuning uchun bizning aqidamizda insonni aqlini peshlaydigan, xatosini to'g'rilaydigan, nuqsonini to'ldiradigan narsa bo'lish kerak. U
vahiydir. Vahiy Alloh taoloning ta'limotlar to'plamidir. Bu dunyoni yaratgan Alloh, o'zini dunyoda yaratgan narsalarni gultoji qilib inson zotini yaratgan Alloh, inson qanday yashasa saodatga erishishini yaxshi biladigan Alloh, insonni saodatga boshlash uchun o'zining ta'limotlarini vahiy deb yuborib payg'ambarlari orqali insoniyatga tortiq qilgan. Ana o'sha vahiy, ilohiy ta'limot aqlni peshlab turadi, xatosini to'g'rilaydi, nuqsonini to'ldiradi. Ana o'sha vahiy insonning aqliga 30% qaratilgan bo'ladi, insonning aqliga. 70% insonning qalbiga qaratiladi. Chunki inson qiladigan narsasini turtkisi, qaror qabul qiladigan joyi qalbidir. 70% qalbdan chiqadi, 30% aqldan chiqadi. Buni musulmon emaslar kashf qilishdi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda inson aql bovar qilmaydigan ishlarni qiladi. Ana hozir erkak erkakka uylansa bo'ladi, ayol ayolga uylansa bo'ladi degani aql bovar qilmaydigan ish shu. Aqlim bor deyapti o'shalar, professor o'shalar, davlatning boshlig'i o'shalar bo'laveradi deyapti. Aqli bor, u qalbi yo'q. Allohning dinidan bexabar. Ana shuning uchun mana shuni qabul qiladi. Ana qalbidan chiqqan kishilar kerak bo'lsa, demak, o'sha aql bovar qilmaydigan ishlarni qiladi. Mana hozir hamma roza tutyapti. O'zini o'zi majburlab, ixtiyori bilan och qolib, chanqab, shahvatdan tiyib, kunduzi issiqda yuribdi. Boshqa haligi narigi tarafdagi qarasalar bular esi yo'q, nima qilishyapti deydi. Lekin qalb shunga chorlayapti. Allohga ibodat qilgisi kelyapti. Ajri bor, savobi bor, shuni anglatyapti. Vahiy shuni xabarini bergan. Ana shuning uchun shariatda kelgan har bir narsa insonning baxtiga xizmat qiladi, saodatiga xizmat qiladi, bu dunyosiga xizmat qiladi, oxiratidagi saodatini mukammal beradigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun biz bu haqiqatni to'g'ri tushunib yetishimiz kerak. Vahiy, ya'ni ilohiy ta'limotlar, diniy ta'limotlarni qunt bilan o'rganishimiz kerak, ularga ixlos bilan amal qilishimiz kerak, ibodatimizni joyida qilishimiz kerak. Hamma tarafni yo'lga qo'ysak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah, o'tgan vaqtlarda bunaqa narsalardan bizda yo'q edi. Oxirgi yillarda alhamdulillah dinimizni o'rganyapmiz, shu vahiyga tegishliligini o'rganyapmiz, odobli, axloqli bo'lyapmiz, ibodatli bo'lyapmiz, xayri ehsonga yuryapmiz, hammasi yaxshilanib boryapti. Yana shu ishni davom ettiraversak, ma'rifatimizni ziyoda qilaversak, ilmimizni ziyoda qilaversak, yana xayrotlar, barakotlar, bu dunyoning saodati, oxiratning saodati hammasi birin-ketin kelaveradi. Bularning hammasi biz uchun, oilamiz uchun, jamiyat uchun va butun insoniyat va butun borliq uchun xayr barakaning manbasi bo'ladi. Chunki Allohning ko'rsatgan narsasi to'g'ri bo'lmasa nima to'g'ri bo'ladi? Allohning o'zi yo'llab qo'ygan yo'l yaxshi yo'l bo'lmasa qaysi yo'l bo'ladi? Alloh mana shu saodat deb qo'ygan narsa saodat bo'lmasa nima saodat bo'ladi? Mana shu narsalar bizni doim yodimizda turishi kerak. Biz namoz o'qiyotganimizda, roza tutganimizda, ko'chada birovga yaxshilik qilganimizda, yomonlikdan chetlaganimizda, odamlarni aldamaganimizda bu o'zimizdan chiqib emas, Allohning ta'limoti asosida qilyapmiz. Shuning uchun Alloh bizga savob beradi, ajr beradi, xayr beradi, baraka beradi. Alloh